Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana agroservis do'konimizga optim narxlarda Germaniyada ishlab chiqarilgan betonomeshalkamiz yetib keldi. Hop, bu betonomeshalkamizni bir qator obzorni qilib o'tamiz. Hop, bu betonomeshalkamiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Original emblemali Germaniyada ishlab chiqarilgan mana. Yaqinlashtirib ko'rsatib qo'yay. 280 litrli va 1800 wattli bo'ladi mana. O'zlaring ham bunisini ham bir ko'rib qo'yasizlar. Hamda shesternalari. Temir shesternali bo'lib, hamda bu materiallari ham o'ta qalin material. Usta akalarimiz ishini juda yengil qilgan. Ichlarini mana ko'rishlaringiz mumkin. Bunisi 220 litrli varianti bu. Mana pasportlarni ham ko'rib qo'yasizlar. 220 litr 1500 watt bo'ladi. Ancha munchaga to'xtab netib qo'ymaydi. Buni ham materiallari o'ta qalin. Turishi ham bir boshqacha turadi. Sizlar uchun atay chaqirildi bular. Hop, pastda nomer qoldiraman. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. Narxlarini va shu optim narxlarda qilib olganmiz. Yetkazib berish xizmatlari bilan.